siz qaysi o'rinda nohaq kamsitilgan bo'lsangiz va sabr qilsangiz, o'sha o'rinda Alloh sizni aziz qiladi. Rasululloh qasam ichib aytganlar. Sizni bir kishi nohaq kamsitsa, Alloh sizni aziz qilmasdan, sizni azizligingizni o'sha odamlarga ko'rsatmasdan joningizni olmang. Haqda sobit turaverish kerak. Siz qaysi o'rinda nohaq kamsitilgan bo'lsangiz va sabr qilsangiz, o'sha o'rinda Alloh sizni aziz qiladi. Rasululloh qasam ichib aytganlar. Sizni bir kishi nohaq kamsitsa, Alloh sizni aziz qilmasdan, sizni azizligingizni o'sha odamlarga ko'rsatmasdan joningizni olmang. Haqda sobit turaverish kerak. Siz qaysi o'rinda nohaq kamsitilgan bo'lsangiz va sabr qilsangiz, o'sha o'rinda Alloh sizni aziz qiladi. Rasululloh qasam ichib aytganlar. Sizni bir kishi nohaq kamsitsa, Alloh sizni aziz qilmasdan, sizni azizligingizni o'sha odamlarga ko'rsatmasdan joningizni olmang. Haqda sobit turaverish kerak.